Ne gunohim bor edi bilmadim, ko'zlaringga men vaqtida to'ymadim. Kelmagin seni umuman sog'inmadim. Sevasanmi sevmaysanmi endi farqi yo'q. Zo'rlarim ketardi havolanib, kunlarim o'tardi ko'z sog'inib. Mana kelibsan oqibat qiynalib. Sevasanmi sevmaysanmi endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Alo, Nima gap? qattasiz Jasur aka? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Farruh yuribdi uyda. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi bilasanmi seni ko'rgim kelganida ko'rolmay tasavvuringdan qocholmay qiynalgan damlarimda aytgin qayda eding. Gaplarimga ham e'tibor bermagan eding. Endi farqi yo'q. Bilaman ko'zlarim ko'rging keladi va unga termulging keladi, lekin buni aslo iloji yo'q. Qayga qaramagin meni ko'rasan, azoblarda hozir yonasan. Endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Alam qayg'u degan tuyg'ular senga begona edi. Mana nima bu? Ular senga do'st. Sen bilasan, qanday uyimiz kelib qoldi, men chakmasam. Men ham chakmayman-ku. O'zidan o'zi kelib qolmaydi-yu. Men suv iching. Charchadingizmi? Rosa ham charchadim. Kuni bilan ishda bo'ldim. Ushlab bo'pti. Dam Cho'g'rib oling. chiqay. Otvorman buni, uyimizda bunaqa narsalar turmasin. Xo'p. Qayg'u alam degan tuyg'ular senga begona edi. Hozir ular senga chin do'st, chin yo'q. Endi mana ajratishni o'rganibsan. Senga 15 minut vaqt narsalaringni yig'ishtirganda chiqib ket uyimdan. Tushunarlimi? Alo. Alo, Nima bo'ldi jonim, tinchlikmi? Jasur aka qattasiz? Hozir eringni kuzatib bordim. Bilib qoldilar Farruh akam. Nimani bilib qoladi, tushunmadim. Nima kulyapsiz meni ustimdan? Bilib qoldilar bizani. O'zingizni ham vanada qoldirib ketasizmi? Esimdan chiqib qopti-da. Nima qilishim kerak endimi? Agar yo'lini o'ylab topmasangiz, Nima? sizni sotaman. O'ylab gapiryapsanmi? Ha.
Ho, Jasurbek. Xo'jayin uydamisiz? Ha. Tez qurilish bo'layotgan joyimizga yetib kela olasizmi? Ha, bo'ldi, boraman. Hozir lekin senda ko'nglim yo'q. Qo'y yig'lama, meni qiynama, meni o'ylama, yana sevaman dema. Bo'ldi qo'ygin, keta qolgin. Meni endi qiynama, ko'zlaringni yoshlama. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevmaysanmi, menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami, eslasang ham endi farqi yo'q. Shahrimizning eng ko'zga ko'ringan obro'li kishilardan biri bo'lmish Farruh Hamrayev noma'lum ravishda ishsiz yo'qoldi. Hozir biz bu haqda bilish uchun Farruh Hamrayevning ofisiga keldik. Jasur aka, ayta olmaysizmi, Farruh Hamrayev haqida nima deya olasiz? Hozir hech narsa bilmaymiz, bu bilan tegishli odamlar shug'ullanyapti. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevmaysanmi, menga farqi yo'q. Farruh Hamrayev yo'qolish haqida nima deyasiz? Farruh Hamrayev g'oyib bo'lib qolishi bizning ishimizga ham ta'sir qilyapti. Bu ish bilan kerakli xodimlar shug'ullanmoqda. Topilib qolsa xabar beramiz. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami, eslasang ham endi farqi yo'q. Nima bo'ldi? Shu-da u. O'lkani o'z ko'zing bilan ko'rding-ku. Yo'q, siz aldadingiz meni. Nima deb aldadi? Olma qanaqaman baxtli edi. Bo'ldi, tur ketdik. Yo'q, qo'rqaman. Nimadan qo'rqasan? Yo'q-u. Alam qayg'u degan tuyg'ular senga begona edi. Hozir esa ular senga do'st. Qayg'u alam degan tuyg'ular senga begona edi. Hozir ular senga chin